Ijtimoiy tarmoqda yo'l patrul xizmati xodimlarini boshqa bir fuqarolik kiyimidagi ichki ishlar xodimi bir tushirganligi to'g'risidagi videolar rosa tarqaldi. Ushbu ichki ishlar xodimiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 219-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llangan. Men ushbu videoga o'z fikrimni bildirmoqchiman. Ushbu yigitga nisbatan jinoyat ishi to'g'ri qo'zg'atilgan. Unga nisbatan Jinoyat kodeksi 219-moddasidagi harakatlar uning xatti-harakatlarida mavjud. Lekin unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi noto'g'ri qo'llangan. Nega deysizmi? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 236-moddasida qamoq ehtiyot chorasi deyilgan. Jinoyat kodeksi 15-moddasi 4 va 5-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarga nisbatan qo'llanadi deyilgan. Jinoyat kodeksining 15-moddasining 4 va 5-qismlarida ushbu jinoyatlar og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar nazarda tutadi. Jinoyat kodeksining 219-moddasi esa uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar toifasiga kiradi. Shunday ekan, unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi noto'g'ri qo'llangan. Shuningdek, u yigitni afsusda ekanligi to'g'risidagi videolar ham tarqaldi. Mayli, afsusda ekanligi to'g'risidagi video tarqalsin, lekin qamoq ehtiyot chorasini sun'iy ravishda qo'yilishi sudga nisbatan yoki bo'lmasa adolatga nisbatan odamlarning ishonchini yo'qotib qo'ymaydimi? U yigit jazosini olayapti-ku. Undan tashqari, ushbu holat sanksiya masalasida qamoq ehtiyot chorasini qo'llash bo'yicha 2007-yilda Oliy sud plenum qarori mavjud. Ushbu plenum qarorida ham qanday holatlarda qo'llanishi shart, qanday holatlarda qo'llanishi mumkin emasligi aniq ko'rsatib o'tilgan. Shunday ekan, xulosa huquqni muhofaza qilish organlari xodimlaridan. Undan tashqari, ushbu yigitning akasi ichki ishlar xodimlarini tinchlantirayotgan holat ham videoga tushib qolib, internetda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, akasi Sherzod Pardayev ham Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasidan ishdan bo'shatilganligi to'g'risida ma'lumotlar tarqaldi. Agarda ushbu ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, Sherzod Pardayev noqonuniy bo'shatilgan deb hisoblayman. Chunki Sherzod Pardayev birinchidan fuqarolik kiyimida bo'lgan, ikkinchidan hech bir harakatida na jinoyat, na ma'muriy javobgarlikni nazarda tutuvchi harakatlarni sodir etmagan. Shunday ekan, Sherzod Pardayevning ishdan bo'shatilishi mutlaqo noqonuniy deb hisoblayman. Va agarda Sherzod Pardayevni ishga tiklash masalasida da'vosi bo'lsa, men unga huquqiy yordam berishga tayyorman. Shuningdek, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli internet tarmog'ida kuzatuvchilar, men Sherzod Pardayevni mutlaqo tanimayman, qarindoshchilik aloqalarim ham yo'q. Faqat u men bilan familiyadosh xolos. Men unga hech qanaqangi na tanishchilik, na do'stlik, na qarindoshchilik aloqalarim mavjud emas.